Yuzimga juda ham erta ajin tushdi. Yoshimga nisbatan katta ko'rinaman. Xo'jayinim oldida yurganimda esa yurishga uyalaman. Aynan buning sababi nimada ekanligini bilmayman. Buning sababi sizning organizmingizda oqsil kamayganligi tufayli. Aynan oqsil bu bizni yoshligimizni ushlab turuvchi vosita hisoblanadi. Albatta kollagen iste'mol qilishingizni tavsiya etaman, chunki aynan kollagen sizning organizmingizda ham ichki tomondan, ham tashqi tomondan yosh ko'rinishini ta'minlab beradi. Yoshingizga nisbatan 5-10 yilga yosh ko'rinishingizni ta'minlab beradi. Haqiqatan ham ana shunday, chunki aynan o'zim kollagenni natijasini juda ham zo'r ravishda olganman. Bitta iste'mol qilganingizda shunaqangi zo'r o'zgarish bo'ladi. Meni har doim duo qilasiz, chunki har doim bitta olgan klientlarim dashani olishadi va doim meni duo qilishgan. Siz ham meni duo qilasiz, aziz kuzatuvchim. Albatta, kollagen xarid qilishni unutmang. Kollagenni passiyani ichib yurishingizni tavsiya etaman. Yilda bir marta kursini to'liq iching, chunki bu tabiiy oqsil bo'lib, organizmni oqsil bilan to'yintirib borganingiz sari sizda erta qarishlik holati sekinlasha boshlaydi. Va shuni bilingki, kollagenni aynan sostavida C vitamini va gialuronkasi mavjud bo'lgan kollagenni xarid qilishni tavsiya beraman, chunki aynan bu kollagen organizmda 90% ga ishlaydi.